gapiring. Men Bo'riyeva Mohira, Surxondaryo viloyati Termiz shahri Guliston mahallasida istiqomat qilaman. Bizlarga birinchi, ikkinchi guruh nogironlariga 12, 17, 18 uylardan xonadonlar ajratilgan. Biz bundan 2018-yil bu uylarni olib boshimiz juda osmonga yetgan edi. Bizga ish bilan ta'minlanish, keyin foizlardan yordam bo'ladi degan va'dalar bor edi. Lekin umuman buning aksi bo'lib chiqdi. Biz asosan foizlaridan ham qiynalyapmiz. Bu asosiy qarzni to'lashga bir amallashimiz mumkin edi, lekin foizlari bizni juda charchatyapti. Juda sharoiti og'ir oilalar bor, kolyaskadagi ayollar, erkaklar bor. Umuman 1 million pensiyada yashaydigan 2-3 farzandi bor ayollarimiz, yolg'iz ayollarimiz bor. Ular qayerdan to'lasin? O'sha 1 million pulini men umuman nogironlar nomidan gapirmoqchiman. Mayli, o'sha menga bo'ladigan yordam, mayli shularga bo'lsa ham men roziman. Lekin o'sha 1 million pensiya bilan ular bolalariga non yedirsinmi, yo o'zlariga dori darmon olsinmi, yoki uy to'lovini qilsinmi, gaz, svet, suv, musur, shirkat bular to'lasinmi? Men hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos qilib so'rayman. Men ko'zim ojiz, o'zimda ham qaramog'imda 2 nafar farzandim bor, yolg'iz onaman, lekin mendan ham sharoiti og'ir odamlar bor. Iltimos, sal bir haqiqat ko'zi bilan qarasangiz, bizga ozgina yordam qilsangiz. Bizga o'xshagan qiynalib yurgan odamlar O'zbekistonda yashar ekan, qanday qilib biz O'zbekistonning erta kelajagini porloq nazar bilan ko'ramiz? Iltimos, yordam qiling prezidentimiz. Sizdan o'tinib so'rayman. O'zbekistonimizni o'sha kelajagimiz, yoshlarimiz barkamol yashashi uchun bizga ozgina yordam qiling. Mana shu yerda meni o'zi 12-domda juda og'ir ahvoldagi qo'shnilarim bor. Masalan, Bo'ronova Mastura onkologik kasal, 1 million pensiya oladi. U o'zini dori darmonidan ortmaydi. Qosimov Murodjon bor, kolyaskada. Gulyamova Sayora bor, bu ham shunday, xuddi shunday. Iltimos, bizga yordam qiling. Rahmat.